Assalomu alaykum hammaga. Bu videoda qanaqa qilib Claude'dan foydalanib, IELTS speaking, writing, vocabulary'larni review qilish yoki o'zingiz uchun maxsus study plan tuzishni ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi bo'lib hamma uchun o'sha kerakli bo'lgan speakingdan boshlaymiz. Lekin speakingga o'tishimizdan oldin bitta narsani tushunishimiz kerak. Claude mana bu yerda sizga har xil modellar beradi. Ya'ni siz любой bitta AI modelini tanlab, undan foydalanishingiz mumkin. Ko'pchilik mana shu yerda overthink bo'ladi. Yo qaysi birini tanlasamiki, qaysi biridan foydalansamiki. Speaking uchun men Sonnet tavsiya beraman. Tevaroq, ya'ni Opus tanlasangiz ham bo'laveradi agar o'zingiz shuni istasangiz. Lekin mani fikrimcha Sonnet best model o'sha speaking uchun. Xo'p, endi speakingni boshlash uchun siz mana bu ikonga bosishingiz kerak. Mana bu emas. Bu shunchaki o'sha gapingizni transcribe qilish uchun. Mana bu yonidagi ikonga bosib, gapirishni boshlasangiz bo'ladi. For example, Hey Claude, what's up? Hey, Axmajon. Not much, just ready to help. What's on your mind today? Ko'rganingizdek, xuddi shu tugmani bosish orqali gaplashishingiz mumkin. Xo'p, endi shunchaki gaplashish emas, bunga siz role play qilsangiz bo'ladi. Men ko'pincha shunaqa qilar edim oldin speakingimni kuchaytirish uchun. Role play nima degani? Ya'ni siz Claude'ga kimdir bo'lib act qilishini aytasiz. Misol uchun aeroportda misol uchun sizga savollar so'rashib, or restorandagi bitta vaziyatni o'rtaga qo'yib, shu haqida suhbatlashsangiz bo'ladi. Right? So let's try one. I just want to improve my speaking and I want you to role play as if I'm in the restaurant. Oh, nice. Love this. Let's jump right in. Ahem. Good evening, sir. Welcome to La Maison. Do you have a reservation or will you be dining with us tonight as a walk-in? I don't have a reservation if I'm being honest. That's no problem at all, sir. We do have a small table available by the window if you'd like to wait about 10 minutes, or I could sit you at the bar in the meantime. Which would you prefer? I can wait 10 minutes, but I hope it's not gonna be longer than that. Absolutely, I completely understand. I'll make sure it's ready right on time, I promise. Can I get you started with something to drink while you wait? Perhaps a glass of wine or some sparkling water? Ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa mashq qilsangiz bo'ladi. Hop, ikkinchi uslubi, xuddi bu ham speaking uchun yana xuddi shu tugmani bosasiz, lekin Claude'ga full mock jarayonini stimulate qilishini aytasiz. Ya'ni siz xuddi IELTSdagidek sizga savol beradi. Oxirida to'liq feedback berishi ham mumkin, pronunciation yoki qaysidir wordlarni awkward ishlatganingiz, Keyingisi writing. Writing uchun men ko'pincha Claude'ni polishing yoki feedback olish uchun ishlataman. Bu nima degani? Ya'ni birorta yozgan essayingizni berasiz, uni yaxshiroq versiyasini berishini istaysiz va ikkitasini compare qilasiz. Yoki xuddi o'sha bergan essayingizni har paragraf analiz qilib, nima buni past ball olishiga sabab bo'ladi yoki qayerlarni yaxshilasa bo'ladi. Shu narsalarni so'rashingiz mumkin. Ba'zilar o'sha ball berishni ham suggest qiladi, lekin mani fikrimcha Claude writingga to'g'ri ball qo'ya oladi deb o'ylamayman. Chunki baribir endi bu human involved bo'lishi kerak-a. Yo bo'lmasa IELTS ham allaqachon essaylarni AI tekshiradigan qilib qo'ygan bo'lardi. Shuning uchun tavsiya beradigan narsam simply o'sha yozgan narsangizni chatga qo'yasiz, va Claude'ga aytasiz, give me a band 7.5 version of this and tell me why this one is not a band 7.5 misol uchun, right? Shunga o'xshash narsa berib, sizga javob qaytargandan keyin solishtirish mani fikrimcha writingga juda ham katta foyda beradi. Xo'p, mana ko'rib turganinglardek bizga band 7.5 versionni berdi. Va nima uchun bu biz tevada berganimiz 7.5 emasligini aytyapti, right?
Your position is clear and consistent, bla bla bla. Misol uchun mana qog'oz ichida yozgan joyingizni ko'rsatib, shuni o'rniga bunaqa desam bo'lardi, olib ketyapti. Shu shu uslubda foydalanishingiz mumkin writing uchun. Claude'ni men eng ko'p vocabulary uchun ishlataman, ya'ni vocabulary description olish uchun, ya'ni bitta vocabulary'ni ma'nosi yoki unga example'lar tuzdirish uchun, ya'ni bitta so'zga har xil vaziyatlarda yoki har xil kontekstda ishlatilganini ko'rsatib berish uchun. Lekin buning uchun oldin men qanaqadir paragraf o'qiyman va o'sha paragrafdan chiqqan so'zlarni keyin bunga beraman. Ya'ni randomly qaydandir shunchaki so'zlar listini olib turib bunga bermayman. Misol uchun, mana shunga o'xshash birorta artiklni o'qigandan keyin u yerdan chiqqan fancy so'zlarni yozib olib, o'sha so'zlarni hammasiga description va example'lar berishini so'rayman. Misol uchun, buni copyright qilamiz. Claude'ga kirib, so'zlarni bu yeriga qo'yamiz va aytamiz. Give me a clear description for each of these phrases along with two different examples. That's it. And you'll just wait and it will give you the answer. Mana misol uchun, here's a breakdown of each phrase. Experience a profound loss degani, to go through a deeply significant death or major life loss, bla bla bla. Hop, endi agar siz buni mana u descriptionini tushunmayotgan bo'lsangiz, make each description in Uzbek deb yozishingiz ham mumkin. Ya'ni har bitta so'zni o'zbek tilida nima ekanligini tasvirlab ketadi va example'lar beradi. Bu meni fikrimcha juda ham zo'r yo'l so'zlarni eslab qolish uchun. Chunki siz bu so'zlarni birinchidan artikeldan ko'rib olgansiz. Ikkinchidan bu yerda yana boshqacha jumlalarda ishlatilishini ko'rib, yanayam aqlingizda qolish ehtimoli ancha oshadi. Menimcha Claude'da eng o'sha powerful nuqtasiga yetib keldik. Bu yerda siz artefakt sifatida interaktiv quizlar, flashcardlar yaratsangiz bo'ladi yoki Claude'ga study plan tuzdirsangiz bo'ladi. Study plan tuzgandan keyin misol uchun ko'rib chiqib, sizga biror joy tushmasa o'zgartirish kirit deyishingiz mumkin. Judayam powerful narsa. Hozir men qanaqa qilib artefakt sifatida interaktiv quiz yaratishni ko'rsatib beraman. Hop, birinchi create an interactive quiz set as an artifact deb yozamiz va enter. Misol uchun, what does this phrase mean deyapti. Exerts undue pressure to blah blah. Remove all expectations. Apply excessive or unfair force to make someone do something. Gently suggest an alternate. Provide helpful encouragement. This one. Ko'rib turganingizdek quiz yaratdi. Buni yuklab olsangiz ham bo'ladi yoki flashcard yarat desangiz ham bo'ladi. Judayam like endless narsalar qilsangiz bo'ladi. Language learningga, ya'ni til o'rganishni judayam accelerate qiladigan, tezlashtiradigan bitta tool. Foydalanish hammaga maslahat beraman.